narsa ham yaxshi. Hammalarga salom aytdi, hammalarga rahmat aytdi, podдержка qilganinglar uchun rahmat. Jasmin yaxshi. Çıtır çıtır tavuk teriyaki, yumuşacık ekmekli, leziz soslu sandviçler. Mr. No, Dardanel güvencesiyle. Jasmin xudo xolasa bir hafta yoki 2 hafta xudo xolasa yonimizda bo'ladi. Kuponunu yap, 1000 TL'ye varan hoş geldin hediyesiyle kazanmaya başla. Nesine başka bir seviye. Sürpriz fiyat düşüşüne stop. Qizlar, zakazinglar uchun hozir narigi saytda link qo'yaman. Shu yerga telefon qilinglar, hamma zakazlarni o'zi chiqarib bo'ldik. Zakazlar to'planib chiqarildi. Qaranglar qizlar, hamma aytayapti-ku, что Jasmin в тюрьме, Jasmin в тюрьме. Она не в тюрьме. Она Da, to'g'ri aytasiz. Jasmin chiqqandan keyin вообще kapец bo'ladi ularga. Так, девочки, все, их 6, они все там. Вот, только что пообщалась, она очень радостная была. Они, оказывается, там O'zbekcha, anaqa ruscha ham so'rashyapti, shuning uchun ruscha yozdim. Точно chiqishini men ayta olmayman. Просто advokatlar, hozir yana mana advokatlar bilan birga bordik o'zi u yerga. Advokatlar o'zlari kirishib, hozir yana advokatlar, yana boshqa advokatlarimiz yoniga ketyapmiz. Hozir u yerdan ham prямой efir qilib, advokatlar gaplarini ham eshitishingiz mumkin. Qizlar, hammasi yolg'on, hech qanaqa narkotik yo'q bu yerda. Просто смешно, когда читаю вот эти вот комментарии, когда o'qiganimda, что она с наркотиками, вот ее скоро депортируют, вот кто зуб дает, ularni пусть они слишком много не разговаривают, katta gapirishmasin. Xudo xolasa hammasini o'zinglar ko'rasizlar. Yaqinda Jasmin o'zi chiqqandan keyin hamma narsani o'zi podробнее объяснять qiladi. Ular ham shu yerda. Üstelik şimdi cüzdanım güvendeyle kargo ile gönder. Duo qilganlar uchun hammalarga rahmat. Спасибо большое. Qizlar, hozir advokat yoniga borib olay. Borgandan keyin Jasmin uyiga boraman. Hozir zakaz qilishinglar mumkin. Hamma parfyumlar